Italiyalik James Bond akamiz ish berib yuborishgan. Mana shu metallni qarz olib, qarzni bermay yurgan akamizni yuziga o'xshatib turib, qattiq qilib berishimiz kerak ekan. Buni nima qilamiz? Birinchi o'lchab ko'ramiz o'zini. Materiali stal 22, stal 20. Tverdomerga qo'yib turib qattiqligini o'lchaymiz. Qattiqligini ko'rsak 20 ko'rsatyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. 20 ko'rsatyapti. Bu degani bo'lmaydi degani. Xo'p, bunga tuz solamiz, preparat solamiz. Bu preparat kerak emas, mayli, tuzni solsak bo'ldi. Bu qo'limizdagi narsa ko'mir, koks, uni maydalarini olamizda, maydalarini olib turib, detalni ichiga solib, hamma yog'ini to'ldiramiz. Tagiga ham solamiz, ustiga ham, yonboshlariga ham, xullas hamma joyi ko'mir bilan o'ralgan bo'lishi kerak. Keyin germetichni qilib yopib tashlaymiz buni. Keyin pechkamizga tiqamiz. Pechkamizga tiqib turib, pechkamizni ichida 5 soat qo'yamiz. 5 soat elektr energiya James Bond akamizga 500 mingga aylandi. Xo'p, mana shu holatda turib 5 soat turadi. 5 soat biz yurmadik, 3 soat bo'ldi. James Bond aka 3 soatga bersangiz ham bo'laveradi, svetimiz o'chib qoldi. Shuning uchun ham men gazli pechkalarni yoqtiraman. Gazli pechkada svet o'chadi degan muammo bo'lmaydi. Unda gaz o'chib qoladi. Xo'p, endigi masala buni ochib turib, buni ichidagi detalni sovutishimiz kerak. 3 soat turdi, bizga 3 soat ham yetadi. Hozir qattiqligini oxirida o'lchab ko'ramiz. Bizda bolgarka svet o'chgani hisobiga bolgarkada ishlata olmadik, shuning uchun birinchi o'zini mana bunday sovutib olamiz, ichini ochib turib. Keyin kesib turib sovutamiz. Nima bilan, subilar bilan sal sovigandan keyin. Xullas mana ahvoli hozir endi xudo xolasa ko'ramiz qattiqligini. Qattiqligi ham o'sha qarz olib bermay yurgan kalamizning yuzidan ham qattiq bo'lib ketdi. Necha bo'ldi? 67, 87, 79, o'rtacha 77 beryapti XRS. Menimcha bo'lsa kerak, akamizga jo'natib qo'yaverasizlar, bo'ldi, tayyor bo'ldi.